Assalomu alaykum, qadrdon dasturchilar va Codiness hamjamiyati. Kecha, ya'ni o'tgan kun Telegram kanalimizda so'rovnoma o'tkazgandik va sizlarning 62 ta, ya'ni 62% ovozingiz bilan aynan AI Assistant loyiham birinchi o'rin bo'ldi va g'olib bo'ldi. YouTube premyerasida hozir biz YouTube'da chiqarishga qaror qildik. Va'da bergandek bugun OBS pultidamiz va demak ishga kirishdik. Plus AI Assistant loyiham mana GitHub manzili bu yerda ko'rib olishlaringiz mumkin va star bosib qo'yishni ham unutmang, chunki bu star bosish dasturchilar uchun like bosganlik gap. Plus star bosishni ham unutmang va kodlarni bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Demak, Jarvis birinchi, ya'ni Jarvis version va Madina version turibdi bu yerda. Demak, Jarvis versionga o'tib ko'ramiz. Va bu yerda App Py turibdi. Buni kechagina yangiladim, chunki juda ham ko'p API muammosi chiqdi. Chunki bu kodlarni umuman 4 oy davomida o'zgartirganim yo'q va API ham eskirib qolgan edi. Shuning uchun kecha qaytadan refactoring qilib to'g'rilab oldim. Hozir hammasi joyida va tekshirib ham ko'ramiz. Demak, terminal ochsak ham bo'ladi. Mana mening AI Assistant loyiham va git checkout Jarvis version deb yozsak, bizni Jarvis version degan branchga olib o'tadi. Lekin biz allaqachon Jarvis version branchida turgan ekanmiz, shuning uchun bizga bu xabarni beryapti. Yana bir bor ko'rsatib o'tsam, bu yerda buyruqlar yozilgan. O'zi kutubxonalarni ham tanishtirib o'tishim kerak. Bu yerda Google Gemini kutubxonalari va bu yerda import OS, ya'ni tizimni boshqarish uchun kutubxona va Pygame albatta, chunki ba'zi buyruqlarni bajarishda kerak bo'ladi va shular va hozir biz Jarvis version birinchida turgan bo'lsak, hozir tekshirib ko'ramiz, bir ikkita buyruqlar ham berib ko'ramiz. Hozir demak bu yerda buyruqlar bor. Hozir buyruq berishga urinib ko'ramiz. Havoni ayt. Hozir ob-havo ma'lumotlarini tekshiraman, janob. Demak, Google'ni ochib beradi bizga. Hozir emas, demak hozir brauzer ochilmoqda. Brauzerni ham ochdi mana. Xato eshitgan bo'lsa ham. Demak, hozir yana birorta buyruq berib ko'ramiz. Kalkulyatorni och. Kalkulyator tayyor. Bu buyruqimizdan ishladi. Demak, kalkulyator ochildi. Va yana to'xta. Bu yerda ozgina muammo bor, lekin
ishlayapti. Demak, bu yerda brauzer bor va YouTube'dan qidirsa bo'ladi. Demak, YouTube'dan qidirib ko'ramiz. Brauzer ochilmoqda. Wow, ishlayapti. Har bir gapimiz ishlayapti. Demak, YouTube'dan Azizbek Abdullayev AI xatosi 400 font. Ozgina xatolar bor, buning uchun uzr so'rayman, lekin hozir loyihamiz albatta normal holatda va kelajak rejalarimiz ham ancha to'g'rilanyapti. Demak, soat Hozirgi vaqt 17. Oqtoq qiz janob. Demak, hozir soat 5:09. Judayam to'g'ri javob berdi. Hozirgi vaqt 17. 10 janob. Xayr deb tugatib olamiz. Xayr. Xayr javob. Tizim ochirilmoqda. Demak, Xayr janob. xayr javob. Plus men ko'p qilganingizdek Jarvis juda ham ajoyib, xuddi Temur odamning AI assistantiga o'xshab ketadi. Chunki biz bu yerda o'zimizning Gemini Flash API'mizni ulab turib, bu yerda buyruq berganmiz, unga tanishtirganmiz o'zini. Sen Jarvissan, Tony Starkning temir odamning aqlli sun'iy intellekt odamsan. Sening xaraktering professional, biroz kinoyali, sobiqlar juda aqlli deb buyruq berganmiz, sening prompt. Shuning uchun bu juda ajoyib ishlayapti. Demak, hozir o'chirib turamiz va endi loyihaning mutlaq boshqa darajasi va eng qiziqarli qismiga o'tamiz. Agar hozir ozgina muammolar kelib chiqsa, hechqisi yo'q. Buni albatta to'g'rilaymiz, chunki ko'p vaqtdan beri men bu botlarni unchalik kodlarni o'zgartirganim yo'q. Xullas, Madina versionga o'tib olamiz. Git checkout Madina version demak o'tdi. Bu yerda mayli. Xullas, AI assistant 2 bu yerda ham ajoyib. Bu yerda sen nima deyasan? Ajoyib. Ismingiz so'rasalar, bu eskiroq versiya bo'lsa ham API ishlashi juda muhim, chunki API ishlamasa bizga javob bera olmay qoladi. Demak, ishlatib ko'ramiz. Va mana afsuski bu modul errorni beryapti. Chunki Plus hozircha Jarvis versiyamiz to'laqonli ishga tushyapti, chunki kechagina yangiladik API'mizni. Madinani ham biroz tartibga keltirib olamiz albatta. Hozir git checkout main deb qo'ya qolsak ajoyib bo'lar edi, lekin mayli. Mainga qoldiramiz. Demak, Jarvis ishlayapti bu yerda menimcha. Demak, yana Jarvis ishlashga harakat qilamiz. Xayrli kun, sir. Xayrli kun. Demak, Marhamat. To'xta. Bu yerda yozilgan. To'xta. Eshitdi buni, to'xta. Bu ham eshitdi demak. O'chir. Ovozingni o'chir. Janob, voha haqida hikoya qilish mening asosiy funksiyamga kirmaydi. Uzun do'stlar, o'zi
asosiy Biroq eng uning xususiyatlari haqida qisqacha ma'lumot bera olaman, agar shu sizga ma'qul kelsa. Xullas, bizning kodimiz asosan ishlaydigan kodimiz main turibdi. Bu Jarvis, bu juda ham ajoyib ishlayapti. Ko'rib turganingizdek, hozir yana biror funksiyani berib ko'ramiz. Tushunarli janob. Aha. Demak, ottizcha. Ovozingni o'chir. Juda ta'sirli. Aha. Nima deyapti bu? Demak, ovozingni o'chira olasanmi? Mayli. Janob, ovozingizni qayta ishlash yoki optimallashtirish mumkin. Okay. Soatni ayta olasanmi? Chiroyli tushunchasini texnik ko'rsatmalar bilan aniqlashtirsangiz. Men chiroyli deganim yo'q. Men sening haqiqiy ismingni so'rayapman. Janob, mening haqiqiy ismim Jarvis. Demak, bu ham ishladi. Oddiy va samarali menimcha. Ajoyib. Ajoyib. Ko'rishguncha xayr. Tizim ochirilmoqda. Ishladi. Demak, tizim o'chirildi. Xayr, janob. Xayr, Jarvis. Demak, kodlarimiz ajoyib ishlamoqda va bu kodlarni albatta sizlarga ulashishga yordam beraman. Bu kodlar ajoyib yasalgan, juda ajoyib kutubxonalar bilan yasalgan AI Assistant hisoblanadi. Xullas, bugun biz videoda AI Assistant loyiham haqida ko'rib oldik va gaplashdik. Mening Telegram kanalimga ham qo'shilishni unutmang, chunki u yerda haqiqiy o'zimning jarayonlarim, ya'ni full stack loyihalarim haqida gap boradi. Shuning uchun bu yerda Azizbek IT Dev degan kanalimga qo'shib qo'yishni unutmang. Bu yerda juda ham ajoyib narsalar, ya'ni o'zimning full stack yo'nalishimdagi loyihalar ajoyib ketmoqda va Premierani ham aytib qo'yganman. 22-sanada balki bugun Xullas, Premiera bugun bo'ladi. Bugun bo'ladi desak ham bo'ladi. Xullas, do'stlar, ushbu loyiha deyarli open source loyiha hisoblanadi. Buni unchalik yashirgani yo'q. Boricha ishlatishga harakat qildim, lekin ortiqcha mayli. Xullas, open source deb hisoblayvering. Qoidalarga amal qiling, o'ziga yarasha qoidalar bor, mayli. Demak, kodlarni bekitib o'tirmaymiz. Hoziroq GitHub havolasi orqali kirib, bu yerda kanalimda bor edi. GitHub havolam orqali kirib, mana bu yerda ko'rib olsangiz bo'ladi. Xullas, ko'rishguncha xayr deb qolaman. Bu yerga start bosishni albatta unutmang. Ertaga yanada yangi premieralarda ko'rishguncha xayr do'stlar. Xullas, rejalarimiz mana shunaqa edi. Va albatta kanalimizda ajoyib o'sish bormoqda. Mana videolarimiz. Bu kanalimga obuna bo'lishni albatta unutmang. Biz hali 1000 taga yetishga harakat qilyapmiz. Xullas, obuna bo'lishni unutmang. Videoga dahshatli qilib like bosing va albatta keyingi premieralarimizni kutib qoling. Ko'rishguncha xayr.